qanaqadir o'g'ri kelib qolsa kameram men seni ko'ryapman deb qarab turibdi, ko'ryapsizlarmi? Uyimda maksimalli himoya o'rnatganman. Hech qanaqa o'g'ri hattoki to'g'ri ham kela olmaydi, qiyshayib ham kela olmaydi. Polizekinlarim nimagadir bugun ba'zilari yo'q hisobi, o'rtadagilari ko'rinmay qolgan nimagadir. Menimcha yaxshi o'smagan uchun shunaqa bo'lgan shekilli. Xo'sh, yana bu tomon va o'rta qator qoldi va stop. Bu nima edi? Tushunmadim. Qanaqadir tushunmadim. Jetel boshimi? Voy, jetel, bu yerda nima qilyapsan? Voy, jetel. Tegma iltimos. Tushunmadim. Bu yerda nima qilyapsan, hoy ahmoq? Короче, yordam ber iltimos menga. Nima bo'ldi? Meni janob mer haydab yubordi qishloqdan. Haydagan bo'lsa sen kim? Meni uyimda, to'g'ri, polizim tagida yashinib olasan. Tentak. Nima qilay? Yashashga joy topolmadim. Meni chiqazib yubor iltimos. Chiq, nima chiqazib yuborishim shartmi? Sen o'zing chiqolmaysanmi? Bo'ldi, mana chiqdim. Rahmat Javoha senga. Tushunmadim. Nimaga bu yerga yashinib olding o'zi? Aytyapman, janob mer qishloqdan haydadi. Keyin qayoqqa ketishni bilmasdan shu yerga yashirinib oldim. Nima uchun haydadi o'zi? Shunchaki janob merning bitta tovug'i bor ekan-ku. Bor edi, nima qilding o'shani? O'shani qovurib yegandim. Jindi, u tovuqni bilasanmi, qanchaga sotib olgan? Qanchaga olgan? $1300 sotib olgan tovuqni yedingmi sen? Ha, mazali ekan-da. Oho, jinni. Mayli, xafa bo'lma. Bilmay qilgansan-ku, to'g'rimi? Ha, shunaqa bilmay qilgandim. Iltimos menga yordam ber. Senga qanday yordam berishim mumkin axir? Qishloqda ko'rinmasligim kerak, lekin qishloqdan ketgim kelmayapti. Unda bilmadim, lekin qanaysiga sen qishloqdan ham ketishing kerak, ham ketmasliging kerak bo'lib turibdi. Aytyapman, nima tushunmaysan? Men jinoyat qilib qo'ydim desam ham bo'ladi. Bu jinoyat emas, prosta insofsizlik qilib qo'ydim. To'g'ri. Nafsingga qulsan, ko'ryapsanmi? Tovuqni yemasang bo'lardi-ku. Menga aytganingda nimadir kaltakesak ushlab berardim. Jinnimi sen xarobga go'shti. Endi hech narsa qilmasdi, sen yesang bo'lardi-yu. Menga bilan hazillashib iltimos yordam ber. Mayli, polizim tagida bitta uy qurib yuboraman senga. Nimaga bunaqa qilgan bu jinni voy? Qanaqasiga $1300 tovuq qanaqasiga axir? Yo'q, $1300 tovuqni yeyish uchun odam g'irt bir bezbet bo'lish kerak, to'g'risida. Chunki bezbet odam ham yemaydi. $1300 tovuqni qanaqasiga? Polizim darrov o'sib qoldi, qanaqasiga? Nimaga bunday bo'ldi? Men qaytarib ekkanim ham yo'q polizimda. Demak, bir gap bor bu yerda. Ana shu jetelda nimadir gap bor. Shu jetelda deb bo'layotgandir balki hammasi. Yo'q. Hozir nimadir reja o'ylab topish kerak. Lekin qanday reja o'ylab topishim mumkin axir? O'shanga bitta uy qurib beray, mayli. Polizim tagidan quraman, kakras o'zi joy izlab yurgandim. Polizim tagi yer ostida bo'lgani uchun janob mer ham ko'ra olmaydi uni. Hech qanaqa jetel ham ko'ra olmaydi. Shunda yashirinib, yashab yuradi mazza qilib. Hech kim bilmaydi ham bu yerda yashayotganini. Men bo'lsa yaxshilik qildim deb maqtanib, yo'q, aytgancha maqtanib yura olmayman-da keyin. Maqtansam kimga yaxshilik qilding deydi. Keyin shu jetelga desam, "U haydalgandek qanaysiga paydo bo'lib qoldi" deydi. Keyin dabdala bo'ladi. O'shaning uchun yo'q, bunaqa qilmayman. Maqtanmayman. Shunchaki qurib beraman, tamom. Yaxshilikni o'ng qo'ling qilgan, yaxshilik chap qo'ling ko'rmasin deyishgan, bilasizlarmi? O'shanga ikki qo'llab qilaman-da, lekin shuni oyog'imga ko'rsatmasligim kerakmi qilgan yaxshiligimni? Mayli, hozir ko'ramiz. Tak, polizekinlarimni joylashtirib olay birinchi o'rinda. Mana bu chirik kartoshkani uzoqqa siltab olishim kerak. Pulimni qani to'xtaylik, pechka yonyapti. Pulim yonib ketmabdi, ish qilib, pulim bor deb pechkani ichgan, mayli, keyinroq ko'raman. Obbo, mana shu kreslo juda ham yoqmay ketyapti. Bizga bir ikkita narsalar kerak bo'ladi uy qurishimiz uchun, albatta. Ya'ni menga sizlarga nima kerak bo'ladi? Sizlar qurmaysizlar, to'g'rimi? Menga birinchi tapor kerak bo'ladi, keyin kirka kerak bo'ladi, keyin belkurak kerak bo'ladi. Unaqa kirkani zo'r kerak emas, eskiroqni ishlatsam ham bo'laveradi. Chunki yangisini ishlatsam kir bo'lib qoladi, keyin uni yuvib tozalash kerak. O'shaning uchun eskiroqni ishlataman. Menga birinchi o'rinda joy topishim kerak. Ya'ni o'sha chiroyliroq, normalroq uy qurish uchun mana shu yerdan boshlayman, orqa tomondan. Uyimning oldidan qila olmayman, chunki uyimning oldidan yo'l o'tgan, bilasizlar, mashina yo'l. Agar birorta mashinani yo'liga chiqib qoladigan bo'lsa, jetel urib ketishi mumkin. Yo'q, urib ketmasa ham mashina o'zini chekkaga tortib qolsa ham ko'rib qoladi o'sha jetelni. Keyin borib janob merga aytib beradi, uyini deb polizning tagida yashayotgan ekan deydi. Keyin bo'lsa janob mer yana haydab yuboradi. O'zi haydalgan, lekin haydagan o'lgan ustiga tepgandek degandek haydagan ustiga haydab yuboradi yana bir marta.
bitta jetel bor edi avvalroq, eski videolarni ko'rgan bo'lsanglar, necha marta qishloqdan haydalgan bo'lsa, o'shancha marta o'g'irlik qilgan. Hozir haydab yuborgan bo'lsak, shu kechqurun borib bitta o'g'irlik qilib, yana qayergadir yashirinib olgan, ketmagan qishloqdan. U insof yo'q-da unaqa jetellarda. O'shalarga qayerdandir insof topib kelib tarqatishim kerak. Kimda insof bor, tekinga beringlar, faqat olib kelgan jetellar tarqatib beraman. Bu yerga zina kerak, endi qanday chiqaman tepaga? Mayli, hozir nimadir zina qilib tashkillashtirib chiqib ketayinchi. Zina emas, to'g'ri narvon qo'yish kerak bu yerga. Zina qo'yadigan bo'lsam, juda ko'p joyda egallab boradi. Daraxt kerak albatta zina yasash uchun, ya'ni to'g'ri narvon yasashim uchun. Yaqin atrofdagi daraxtlarni kesmaslik kerak, chunki o'zi yaqin atrofdagi daraxtlarni yaqinda ekkanman. Uyimda oldida ham kislorod bo'lib turadi. O'shaning uchun tegmayman. Tinchgina mana bu katta junglidagi nima deyiladi bu daraxtlarning nomi? Biladiganlar kommentariy yozib qoldiringlar. Mana shu daraxtdan terib boraman, ya'ni sindirib, kesib boraman. Mana shundan foydalanib, takoy qilib, birikda mebellar ham yasash kerak, sandiq degandek. Xullas, normal sharoit qilib berishim kerak-da. Rahmim kelyapti. Nima qilay endi? Bilmaganda janob merda tovuq ekanligini, tovuq ekanligini bilgan, uncha qimmat ekanligini bilmaganda, lekin qanaysiga bilmaslik mumkin? $1300. O'zi uni bo'ynida tilla zanjiri bordi. Stop. Balki o'sha tillasini o'g'irlash uchun ham o'ldirib yegandir. Yoki bilmadim, so'rab ko'raman kelganda. Agar rostdan ham o'sha narsa uchun qilgan bo'lsa, janob merga aytaman. Uni rostdan ham haydash kerak bo'ladi. Daraxtlarni ekib chiqaman, qaytarib, bittasini uzoqroqqa ekib qo'yaylik, bir joyda o'smasin hammasi. Olma bor, olmani olib borib qo'yaymi, hali kerak bo'lib qoladi, olmayman. Mana bu yerda qanaqadir eshikka yo devorga o'xshaydigan daraxt bor ekan. Buni ham olib ketaman. Daraxtni devor qilib ishlatsam bo'ladi, kakras. Bir qatorini olaymikan yo hammasini olaymikan? Juda ham ko'p daraxt bor-da bu yerda, lekin hammasini oladigan bo'lsam, butun bir qishloqqa uy qilib tarqatsam ham bo'ladigan bo'ladi. Chunki ko'ryapsizlar, o'zi vobshe katta daraxt-da bu daraxt. Bo'ldi, menimcha boshqa daraxtni kesib o'tirmayman. Bitta mana shuni o'zi yetib qoladi. Mana bunisini ham kesaymikan yo uni kesib yuborishim shart emas. Taporim sinib qolmasa bo'ldi. Juda ham ko'p daraxt kesdim o'z ustidan. Bugun ekologiyaga ham katta zarar qilib qo'ydim. Bizda kislorod ishlab chiqarish bo'yicha eng kerakli narsa bu daraxt. U bizda emas, Uliboy. Yerda nariga to'rt burchagida ham xuddi shunday, nariga aylanasida ham xuddi shunday. O'shaning uchun daraxtni umuman kesmasliklaringni maslahat beraman. Ayniqsa noqonuniy tarzda yoki hech kimdan so'ramasdan. Bu juda ham yomon ish va javobgarlikka tortilib qolishinglar mumkin. Ya'ni qanaqa javobgarlik bo'lishi mumkin? Ota-onalar shunday onalarni bilasizlar, tapichkasi bo'ladi-yu, soatiga 150 km tezlik bilan uchadigan tapichka. Uchib keladi-da, kallalaringga aeroport yasab qo'nishi mumkin. Yana otalar qanday quroli bor bilasizlarmi? Kommentariy yozib qoldiringlar. Meni otamning quroli qo'lida-da, qo'l bilan. Basharamda 5 ta barmoqni izi qolib ketgan, o'sha esimda turibdi. Sizlarda qanaqa qurollar bo'lgan, o'shani kommentariy yozib qoldiringlar. Qani yana aka-opalar ham quroli bo'ladi. Meni akam tepib o'tib ketaveradi-da. O'shaning uchun oyog'ida quroli bor akamda. Hozir shu gapni eshitib turgan bo'lsa, lekin yaxshigina gap eshitaman akamdan. Akam eshitmayotgan bo'lsa kerak. Hozir akam ketgan o'qish uchun yoki ishlash uchun haqiqatga ketgan. Xullas, maksimalni pastroq gapirishga harakat qilaman. Pichirlab gapirsam agar, qo'lim qiyshiqda, ko'ryapsizlarmi? Xato qo'yaveraman. Mana endi to'g'rilab ketyapman. Lekin xato qilgan payt to'xtab qolmaslik kerak. Yana qaytadan to'g'rilash uchun maksimalni harakat qilish kerak. Sizlarga maslahatim. Unaqa maslahat beradigan yoshda emasman-ku, lekin maslahat beryapman-da endi. Sizlarga motivatsiya berib turaman ba'zida. Motivatsiyani itini beraymi sizlarga? Olapar motivatsiyani iti yoki bobik desak ham bo'ladi. Endi it bo'lgandan keyin shu it bo'ladi-da. Yana qanaqa itlar bor? Kommentariy yozib qoldiringlar. Bizda bo'ynoq bor, keyin arslon degan itlar bor, lekin qanaysiga itga arslon deb nom qo'yish mumkin? Xuddiki odamga mol deb ism qo'yganday bo'lyapti-da. Itga arslon deb ism qo'yish juda ham g'alati. Ba'zilar sirtlon deb ism qo'yadi, ba'zilar Simba deb ham ism qo'yadi. Simba endi u sherning ismi. Sherning ismini itga qo'yish u vobshe g'alati rostdan ham. Mana o'sha qurilish ishlari bilan bo'layapman, lekin sizlarga qayerdagi dunyoning chekkasidagi narsalarni gapirib o'tiribman. Hop, bizga pol kerak, polni o'zgartirishimiz kerak. Qop qorong'i bo'lib qoldi uyda, lekin qorong'idan qo'rqmaydi-ku, o'zi yetili qo'rqamikan. Borib uyimdan hozir belkurak olib kelmasam, qo'lim bilan sindirish anchagina qiyinchilik tug'diradi. Yana narvon yasash kerak, narvon ham kerak. Narvon bo'lmasa bu yerdan chiqib kirish anchagina qiyin bo'ladi.
o'zimga qo'shni qilyapman birdaniga nimadir yordam kerak bo'lsa shunday boraman polizimni ustidan baqiraman qo'shni qarab oling deyman shunday chiqib keladida yordam beradi qo'shni tuz bormi tuz berib turing ovqat qilayotgan tuzim tugab qolibdi deyman ha bor edi ma jo'xa deb berib yuboradi bo'pti deymanda ketaman keyin sal turib kelamanda qo'shni murchingiz bormi deyman ha nima edi deydi ovqat qilayotgan berib turing deyman berib turadi keyin sal turaman yana kelaman qo'shni go'rchingiz bormi deyman ha bor dedi keyin go'rchini olib ketaman keyin yana sal turamanda qaytib kelaman qo'shni go'shtingiz bormi deyman ha bor dedi berib turing deyman keyin beradi keyin sal turib yana qaytib kelamanda qo'shni kosangiz bormi deyman keyin menga aytadi qo'shni keling mani uyimda pishiring shu ovqatni deydi keyin yaxshi bo'ladi uyini ham egallab olaman birato'la ho'p yana tak verstak yana shunga o'xshaydigan bir ikkita narsalar kerak bu yerga qo'yishga aytgancha mutni o'chirish esimdan chiqibdi-ku mana va mana takoy polni o'zgartirish esimdan chiqib qoldi lekin yo esimda turibdi просто birinchi bu yoq bu nima qilyapman bo'ldi mana endi bu yerga bitta blokni ildiramiz polni ham full o'zgartirib chiqdim bu yer ochiq qolib ketibdi nimagadir yopamiz ichi kvadrat shaklidagi takoy uy bo'ldi bu yerga yoritgich o'rnatish kerak va narvon ham qo'yib qo'yish kerak hozir tepaga chiqib bir ikkita narsalar olib kelaman narvon va kravat olib keldim kravatni qo'yib qo'yaman yoritish uchun led lampa bu ko'chaga qo'yiladigan lampa-ku mayli endi topganim shuda nima qilay topolmagan narsamni olib kelib bermayman bunga bitta verstakni qo'yamiz bu yerga keyin sandiq ham yasash kerak birinchi bitta sandiq deraza qayerdan aytgancha ustki qavatga eshik vazifasini bajaradi bu tak bizga kerak bo'ladi narvon nechta kerak bo'lar ekan ja unaqa ko'p kerak bo'lmaydi bir 6 ta yetsa kerak 6 tani oz qo'yib ko'raman agar ortib qoladigan bo'lsa keyin o'zimga ishlatib yuboraman yetmay qolsa yana yasayman taxtalardan foydalanib bitta sandiq yasash kerak bittami ikkitami ko'proq yasaymikan yoki tak ikkita yetadi menimcha chunki bitta bir juft bo'ladida verstak yasak obbo verstak yasagandim-ku yana yasab yuboribman mayli hech narsa qilmaydi buni bu tomonga qo'yamiz takoy chiroyli bo'lib turadi pechka kerak keyin pechkani qayerdandir mana yerdan tosh olib turib pechka yasab yuboraman o'zi shaxta ham yaqin bo'ladi xohlagancha narsa yasasa bo'ladi adashmasam ikkita tosh yetmay qolgandi mana 8 ta tosh bo'ldi va bitta ajoyib pechka hosil bo'ldi pechkani mana shu yerga qo'yib qo'yaman takoy ko'ryapsizlarmi yorvoration qirvoration bo'ldi endi ortiqcha narsalarni sandiqqa tashlab qo'yaman to'xtanglar narvon bilan mana bu derazachani ya'ni eshikchani qo'yish kerak bu yoqqa qo'yaman ya'ni mizmas qo'yaman bo'lyapti qo'yaman va eng tepa qismiga eshikchani qo'yamiz takoy menimcha hech kim ko'rmaydi bu yerda nima borligini ko'rinib turibdi-ku qanday ko'rmaslik mumkin mayli ko'zini yumib o'tib ketadi aytib qo'yaman hammaga iltimos shu yoqdan o'tayotganinglarda ko'zinglarni yumib o'tib ketinglar chunki bu yerda sirli uy bor bu yerda qishloqdan haydalgan jitel yashaydi deb aytib qo'yaman hammasiga keyin ular ham borib janob merga aytib qo'yadi shu yerda siz haydagan jitel yashar ekan yana haydang deydi keyin dabdala bo'ladi o'shaning uchun hech kimga aytmayman tinchgina kelgandan keyin o'zi yashayveradi menimcha keldi yo'q keldingmi jitel ha keldim uy qurdingmi menga ha qurdim sekiroyor qanisan shu uymi shu ha nimaga o'xshayapti bu uy emas bu surxona-ku tentak avval ichini kirib ko'rchi hozir ichi 5 yulduzlimi yo yarim yulduzli nimaga 5 yulduzli emas endi yarim yulduz topdim-da yaxshi bo'ladi men yashar ekanman shu yerga rahmat kattakon otdoshi